Ajib, inson 70 yil yashar, 80 yil yashar, faqat dunyo, dunyo, dunyo deydi. Yo yetadi, yo yetmaydi. Faqat dunyo deb yashaganligi uchun yetmasa aniq baxtsiz bo'ladi. Endi yetsa-chi? Yetsa ham baxtli bo'lmaydi. Chunki insonning baxtli saodat bo'lishi faqat jannatda Robbisini diydoriga qaraganda bo'ladi. Haqiqiy boy, haqiqiy kambag'alning kim ekanligi, kimning haqiqiy boy, kimning haqiqiy kambag'al ekanligi Allohga ro'baro bo'lgandan keyin bilinadi. Boyaga o'sha pulni topgan hammasi o'ladi oxirida. Ey bandalarim, bu sizlarning amallaringiz xolos. Men ularni hisoblab qo'yaman va shunga qarab sizlarga to'liq jazo, mukofot beraman. Kim yaxshilikni topsa, bas Allohga hamd aytsin. Kim boshqa narsani topsa, faqat o'zini malomat qilsin. Imom Muslim. Agar kuchli, quvvatli bo'lishini xohlasang, Allohning quli bo'l.